Bugungi kunda odam savdosi dunyo miqyosida inson huquqlari va xavfsizligiga tahdid solayotgan eng jiddiy transmilliy muammolardan biri hisoblanadi. Bu illatga qarshi kurashishda profilaktika, xalqaro hamkorlik hamda jabrlanganlarni samarali himoya qilish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda Oliy Majlis Senatida 30-iyul Butunjahon odam savdosiga qarshi kurashish kuniga bag'ishlangan xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. O'zgarib borayotgan dunyoda odam savdosiga qarshi kurashish, profilaktika, himoya va hamkorlik mavzusidagi xalqaro konferensiya odam savdosiga qarshi kurashish va munosib mehnat masalalari bo'yicha Milliy komissiya hamda xalqaro migratsiya tashkiloti hamkorligida tashkil etildi. Unda davlat boshqaruvi organlari, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, xalqaro tashkilotlar hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari vakillari ishtirok etib, odam savdosiga qarshi kurashish borasidagi dolzarb masalalar va hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Anjumanda asosiy e'tibor odam savdosining zamonaviy tahdidlari, xususan raqamli texnologiyalar, onlayn yollash va firibgarlik sxemalari orqali yuzaga kelayotgan yangi xavflarga qaratildi. Joriy yilgi firibgarlik tuzog'ida qolganlar nomli global mavzu doirasida raqamli makonda ekspluatatsiyaning oldini olish masalalari muhokama qilindi. Konferensiya doirasida odam savdosiga qarshi kurashish sohasidagi dolzarb masalalar hamda O'zbekistonning bu yo'nalishda erishgan natijalari yuzasidan konferensiya ishtirokchilariga bir qator savollar bilan yuzlandik. Biz O'zbekiston hukumati bilan noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash borasida hamkorlik qilayotganimizdan mamnunmiz. Bugungi konferensiyada ishtirok etayotgan ko'plab mutaxassislarning fikrlarini tinglash va bu yo'nalishdagi so'nggi o'zgarishlar hamda amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar haqida ko'plab ma'lumot olishni intiqlik bilan kutyapmiz. O'zbekiston tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida gapiradigan bo'lsam, bugungi konferensiyada so'zga chiqqan barcha ma'ruzachilar ta'kidlaganidek, mamlakat bu yo'nalishda juda katta muhim yutuqlarga erishdi. Bugungi kunda O'zbekiston mintaqada odam savdosi jabrdiydalarni eng ko'p qutqarayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, odam savdosi jinoyatlariga qarshi kurashish borasida samarali va qat'iy tizim shakllantirilgan. Bu kabi tadbirlar odam savdosi xavfi haqida aholining xabardorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa fuqarolarning turli aldov va noqonuniy sxemalar qurboniga aylanishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda O'zbekiston ushbu yo'nalishlarda juda yaxshi natijalarga erishmoqda. Menimcha, ushbu konferensiyada muhokama qilinayotgan barcha ma'ruzalar birdek dolzarb va muhim. Ularni alohida ajratib ko'rsatish qiyin, chunki barcha yo'nalishlar o'zaro chambarchas bog'liq. Shu bois kun tartibidagi har bir masala alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurash borasida salmoqli yutuqlarga erishgan deb hisoblayman. Mamlakat bu yo'nalishda izchil va samarali siyosat yuritmoqda. Ishonchim komilki, O'zbekiston kelgusida ham bu yo'nalishdagi islohotlarni izchil davom ettiradi. Tadbir davomida o'tkazilgan 3 ta tematik sessiyada raqamli tahdidlarni oldini olish, jabrlanganlarni reabilitatsiya qilish hamda mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Anjuman yakunida odam savdosining oldini olish va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi amaliy hamkorlikni yanada mustahkamlashning ustuvor yo'nalishlarini belgilovchi kommyunike qabul qilindi.